Hozir Tianjin shahrininki Olma maxsus do'koni olib turyapman. Mush do'kon hamda do'stlarimizdan markaziy shaharninki Olmaniki maxsus do'konlarning ahvoli qanday bo'ldi? Birlikda bir o'rtoqlashaylik deb tortyapman. Nurg'un do'stlarimiz shunda Olmaning logosi isilgan yoki isil Olmaniki viskada isilgan do'konlarni o'sha John Maiden deb o'ylab o'tgansizlar. Bu John Maiden mamlakat ichida ta hozirgi ishligini 49 tal mushu Tianjinning o'zidami 3 tal shu Olmaning maxsus do'koni bor ekan. Mush Urumchi yoki Shinjongni olib bilsak, Olmaniki haqiqiy maxsus setish do'koni yo'q, u hamisi Tiandian degan do'konlar. Endi biz birlikda mush do'konninki ahvolini bir tushunib baqili, bizningki hamda baholar, boshqa ahvollari qanday farqli bor. Ko'ngildek do'konning ishimi bek ozori bek cho'ng rahat kana. Mayan tarafni andan keyin biz telefonlarni bir ko'rib baqamiz. Mana telefonlarni ko'rganimizda hamda bu telefonningki buni baholari masalan oyini ko'rsak, bu do'konlari baho tushmabdi va 7999 deydi. Shu aslik e'lon qilgan baho bo'yicha ekan. Ondan keyin O7 Pro deydi. O7 Pro ham 8999 deydi. O7 Pro Max 9999 deydi. Hisobda baho tushmayotgani asli necha pul bor e'lon qilgan bo'lsa, shu baho setib chiqibgan buni. Davomli biz ishini bir ko'rib baqaylik. Mayalda pingballari bor ekan, mayalda kompyuterlari bor ekan. Olmaniki VR yengensi do'stlar. Hozir qanday Olmaning mahsulotlarining orasida pulisi eng qimmatlilar to'rdim ko'rib baqqan bo'lishingiz mumkin. Mana hozir bahosi 29999 ekan. Bir qo'yskam 30 ko'y degan. Ma'nosini bir tiyin qilib baqaylik. Buni tiyin qilishimiz xil murakkab ekan. Yo'liqandan keyin buni jiho qo'yganmiz. Har bir odamning chiroyi birdan bir to'ntitganmiz. To'ntgandan keyin buni g'onon kirish uchun hozir nurg'unlagan mahsulotni qilganmiz. Men sistemaning to'liq kirmadim. Shunda qo'l ishoratlari, chiroy turqi degandek har xil sistemani tekshirish o'tgandan keyin ondan keyin haqiqiy sistema oldi kirg'an o'xshaydi. Mishayda hozir barmoqning chekilishi, qo'l ishoratini to'ntitganmiz. Hozir to'liq sistema oldi kirdi. Hozir men rasm ko'ryapmizmi? Endi men holatni faqat shu apparatni taqaylamgan ko'ringan. Rasm shunday siz ko'ryapsiz, rasmni yo'g'ontish, kichikitishni qo'limizdan shunday ishorat orqali ifoda etganmiz. Lekin bu narsani bir xil odamga rahat, hozir biritgan. Buni shiltsa qolaysiz ekan. Shunda har xil qo'l ishoratlarini chekinamidim buni. Ma'no bosgandan keyin chekinganmiz. Menda shu telefonning sistemlari o'xshash, shunda har xil sistemalar bor ekan. Telefondan nima mashg'ulot qilgan bo'lsak, shunda qo'l ishorat orqali mashg'ulot qilyapti. Yana bu yerda men sizlarga quruq qo'l ishorati qilganim bilan mening ko'rgan manzilni mana shu pinda ko'rsatib olmayotgan shunga shunda qo'l ishorati qilgan so'zladim. Bir tarafda bizning shu ko'z oldimizdagi manzil ko'ransa, bir tarafda shu ekranninki ichidagi mahsulotning sistemlari hammasi aniq ko'rinib turgan. Bumi bir xil fan texnikaning bizga bergan alohida bir hozirlikda tuyg'usi ekan. Biz endi pulga loyiq, pul haqiqatan qimmatgan. Ma oldimda ko'rayotganim hozir bir payansiz ketgan suv suzuk holatdagi bir dengiz orol. Qo'limni bunda tutgan bo'lsam shu orolda o'tirib bir tomosha qilayotgandek bir xil shunda chiroyli manzil ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Xuddi bir mush manzilda biz naq maydonda bo'layotgandeklar o'sha tuyg'u o'tgan. Buningmi ading bergan o'zira boshqacha ekan do'stlar. Qag'ini bu yerda ig'zoki ifodalashni o'bek ifodalash ifodalab bo'lmoqda. Buni haqiqiy bir tiyin ko'rib baqsak bo'g'ir ekan. Aqur bunimi tiyin qilib bo'ldik, lekin buningmi ading bergan o'zira boshqacha ekan do'stlar. Bir xil yilqi hozirgi muhitdan boshqa bir dunyo kelib qolganda xuddi bir kinodagi shu mazmunni biz naq maydonni ko'rayotgandek shunda bek tez bir ganjoyni his qildirgan. Yana men qiziqqan bir so'mka bor ekan qarasizlar. Ma so'mkasi 1699 ekan maxsus
Muşunu kaçırılan soğuk iken, bunu sitvasak bolken, sitamsak bulutken. Bunun içini açkandan keyin bunda açsak böyle hiç narsa yok. Sizlerce ma sumka muş bağım var, kumken var tanısken. İnkas vizbana. Qağın nemse filmni şey to'xtatdik. Davamlı muşda alayı bir mezmun olab qalsa, men yana yollayman.